1918-yilgi kimyo bo'yicha Nobel mukofoti ehtimol hozirgacha berilgan eng muhim Nobel mukofotidir. U nemis olimi Fritz Haberga insoniyat uchun duch kelgan eng katta muammolardan birini hal qilgani uchun berilgan. Uning ixtirosi bugungi kunda 4 milliard odamning hayoti uchun bevosita javobgardir. Ammo u mukofotni olganida uning ko'plab hamkasblari qatnashishdan bosh tortishgan. Yana 2 Nobel mukofoti sovrindorlari norozilik sifatida o'z mukofotini rad etgan va The New York Times u haqida qoralovchi maqola yozgan. Haber bir vaqtning o'zida barcha davrlarning eng ahamiyatli va fojiali olimlaridan biridir. Ehtimol u boshqa har qanday odamdan ko'ra ko'proq biz yashayotgan dunyoni shakllantirishga hissa qo'shgan. Agar siz Amerika fuqarosi bo'lsangiz va biror yerda uyum qushlarning axlati bo'lgan orolni topsangiz, unda siz bu orolni Amerika Qo'shma Shtatlarniki deya da'vo qilishingiz mumkin va AQSh buni tasdiqlaydi. Prezident sizning yangi topilgan axlat bilan qoplangan orolingizni himoya qilish uchun dengiz floti va armiya yuborish huquqiga ega. Hozirda shu tarzda da'vo qilingan 10 ta Amerikaga tegishli orollar mavjud. Buni amalga oshirishga imkon bergan qonun 1856-yilda qabul qilingan bo'lsa ham, u hali ham amalda. Xo'sh, nega odamlar axlat bilan qoplangan orollarni bunchalik xohlashdi? Peru qirg'oqlari yaqinida bir necha o'nlab orollar bor. U yerda millionlab dengiz qushlari juftlashish uchun to'planadi. Orol yaqinidagi suvlar baliqlarga to'la va bu millionlab qushlar baliqni yeyishadi. Keyin esa ular axlat qilishadi. Ko'p miqdorda. Mintaqa issiq va quruq bo'lgani uchun bu axlat yillar davomida qotib qoladi va to'planadi. Balandligi 30 metr yoki 100 fut bo'lgan qush axlati qoyalari bor. Texnik jihatdan qush axlati guano deb ataladi va 1800-yillarning o'rtalariga kelib qush guanosini sotib olish va sotish katta biznes bo'lgan. Narx 1 funt uchun $70 ko'tarilgan, ya'ni 4 funt guanoni 1 funt oltinga almashtirishingiz mumkin bo'lgan. Xo'sh, nega qushlarning axlati uchun bunday katta talab bor edi? Xo'sh, javob berish uchun biz inson tanasining ichki tuzilishiga qarashimiz kerak. Og'irligi bo'yicha tanamizning aksar qismi kislorod, uglerod va vodoroddan iborat. Ammo 4-chi eng ko'p element azotdir. Azot oqsillarni hosil qiluvchi aminokislotalarning bir qismidir. Bu qizil qon tanachalarida kislorod tashuvchi birikma bo'lmish gemoglobinning bir qismi va bu DNK va RNK ning markaziy komponentidir. Azot yerdagi barcha hayot uchun zarurdir. Biz azotni o'simliklar yoki o'simliklarni iste'mol qilgan hayvonlarni iste'mol qilish orqali olamiz. O'simliklar esa azotni tuproqdan oladi. Muammo shundaki, agar har yili bir xil tuproqda dehqonchilik qilinaversa, undagi azot kamayadi va oxir-oqibat sog'lom o'simliklar o'sishi uchun azot yetarli bo'lmay qoladi. Ular fotosintez qilish uchun yetarli miqdorda xlorofil ishlab chiqara olmaydi. Bu ularning o'sishini to'xtatadi. Ularning barglari sarg'ayadi, zararkunanalari va kasalliklarga ko'proq moyil bo'lib qoladi. Fermerlar uchun eng muhimi esa azot tanqislik kamroq hosil demakdir. Buni tuzatishning yo'li azotni tuproqqa qaytarishdir. Aynan shu nuqtada qush guanosi yordamga keladi. Guano 20% gacha azotdan iborat. Yuzlab yillar oldin inklar dehqonlari tuproqqa guano qo'shish ekinlarni balandroq o'stirishni tushunishgan. Bu ularga ilgari qishloq xo'jaligiga yaroqsiz bo'lgan joylarda ekin yetishtirishga va imperiyalarini kengaytirishga imkon bergan. Janubiy Amerikadagi qush axlatining boy konlari dunyoning qolgan qismi e'tiboridan chetda qolmagan. 1865-yilda Ispaniya o'zining sobiq mustamlakalari Peru, Chile, Ekvador va Boliviyaga qarshi guano orollarini nazorat qilish uchun urush boshlagan. Ammo dunyoning azotga bo'lgan ishtahasi shunday ediki, 1872-yilga kelib guano tugay boshlaydi va Peru keyingi eksportni taqiqlab qo'yadi. Dunyo azot zaxirasini to'ldirishning boshqa usuliga muhtoj bo'lib qoladi. Bu inqiroz edi. Britaniyalik kimyogar William Crookes 1898-yilda shunday bashorat qiladi.
Dunyo aholisining ko'payishi va azot zaxiralarining kamayib borayotgani munosabati bilan biz to'yib ovqatlana olmaslikdek halokat xavfi ostidamiz. Uning ta'kidlashicha 30 yildan kamroq vaqt ichida butun dunyoda odamlar ochlikdan nobud bo'lishadi. Lekin u yechim ham taklif qilgan. Kimyogarlar yordamiga kelish kerak. Aynan laboratoriya orqali ochlik oxir-oqibat mo'l ko'llikka aylanishi mumkin. Chunki bu yerda gap shundaki, azot kamdan kam uchraydigan narsa emas. Havoning 78% azotdan iborat, lekin u o'simliklar va hayvonlar foydalana olmaydigan shaklda. Ya'ni azotning 2 atomi 3 marta bog'langan. Bu bog'lam tabiatdagi eng kuchli aloqalardan biridir. Kimyoviy bog'lanishning kuchini o'lchash usuli uni buzish uchun zarur bo'lgan energiya miqdoridir. Shunday qilib, ikkita xlor atomini parchalash uchun, masalan, 2,5 elektron volt kerak bo'ladi. Ha, shunday. 2 uglerodni ajratish uchun 3,8 elektron volt kerak bo'ladi. 2 kislorod uchun 5,2 elektron volt kerak. Ammo azotning ikkita atomini parchalash uchun 9,8 elektron volt. Juda katta energiya kerak bo'ladi. Buni tabiiy ravishda bajaradigan ikkita jarayon mavjud. Chaqmoq shunchalik ko'p energiya chiqaradiki, u N2 ni alohida azot atomlariga ajratadi. Keyin ular tezda azot oksidlarini hosil qilish uchun reaksiyaga kirishadi. Va bu molekulalar bulutlardagi suv tomchilari bilan reaksiyaga kirishguncha va yomg'ir bilan yerga tushguncha atmosferada qoladi. Tuproqda yashovchi bakteriyalarning bir nechta turlari mavjud bo'lib, ular N2 bog'lanishni parchalashi mumkin. Buning uchun juda katta energiya sarflaydi va ular azotni o'simliklar uchun qulay ko'rinishga keltiradi. Ammo bakteriyalar azotni sekin parchalaydi. Ko'p miqdorda azot birikmalarini ishlab chiqarish uchun chaqmoq yetarli emas. Shuning uchun kimyogarlar harakat qilib ko'rishdi. 1811-yilda Georg Hildebrand muhrlangan idishda azot va vodorodni aralashtirib, guanoda topilgan azot o'z ichiga olgan molekulalardan biri bo'lgan ammiakni tayyorlashga harakat qiladi. Bu ish bermagach, bosimni oshirish uchun idishni 300 metr suv ostiga tushiradi va bu ham ish bermaydi. Lekin u to'g'ri yo'lda edi. Keyingi 100 yil davomida ushbu tajribalarning tobora takomillashtirilgan versiyalari amalga oshiriladi. Ularning barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Shunday qilib, Fritz Haber 1904-yilda bu muammo bilan qiziqqanida, u ham muvaffaqiyatsiz kimyogarlarning uzundan-uzun qatoriga qo'shiladi. U 36 yoshda edi. Karlsruhe universitetida quyi darajadagi akademik bo'lib ishlardi. U shuningdek German ismli 2 yoshli o'g'li va kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan birinchi ayollardan biri bo'lgan Klara ismli xotinidan iborat oilasi boshlig'i edi. Mag'rurlik va boshqa olim bilan raqobat tufayli Haber bu muammoga 5 yil vaqt sarflaydi. Uning g'oyasi azot va vodorodni nafaqat yuqori bosimda, balki yuqori haroratda va katalizator ishtirokida ham birlashtirish edi. Bu ikki atomli azotni ajratish uchun zarur bo'lgan energiya miqdorini kamaytiradi. Buning uchun yangi eksperimental apparatlar ixtiro qilinishi kerak edi. Haber ushbu loyiha ustida tinimsiz ishladi. Har doimgidan yuqori harorat va bosimlarga bardosh bera oladigan asbob-uskunalar yaratdi. Unga omad ham kulib boqdi. O'sha paytda u lampochka ishlab chiqaruvchisi uchun texnik maslahatchi sifatida ishlayotgan edi. Shunday qilib, u yerda u osmiy element kabi juda ko'p topish qiyin bo'lgan materiallarga ega bo'ldi. Osmiy kamdan kam uchraydi. Uning davrida atiga 100 kilogramm tozalangan metal mavjud edi. Ammo u ishlagan kompaniya uni lampochkalarida filamentlar uchun qo'llash bo'yicha tajriba o'tkazgan. Shuning uchun ular dunyodagi eng ko'p osmiy ta'minotiga ega edilar. Haber bu mukammal katalizator bo'lishi mumkin deb gumon qildi. Shuning uchun u laboratoriyasiga namuna olib keldi. Va u yerda 1909-yil mart oyining 3-haftasida Haber osmiy qatlamini bosib kamerasiga joylashtirdi. So'ngra azot va vodorodni 200 atmosfera bosimi va 500 daraja Selsiga qizdirdi. Bunday sharoitda 3 bog'lam parchalanib, azot vodorod bilan reaksiyaga kirishadi. Umumiy gaz aralashmasidan 6% ammiakka aylanadi. Gaz sovutilganda 1 ml ammiak tor naychaning uchidan stakanga tomziladi. Xursand bo'lgan Haber bir laboratoriyadan ikkinchisiga yugurib, "Yuringlar, ammiak olindi" deb baqiradi. Germaniyaning eng yirik kimyo kompaniyasi BASF Haberning ish jarayonini tijoratlashtiradi.
4 yil ichida ular Oppao shahrida kuniga 5 tonna ammiak ishlab chiqaradigan zavod ochadilar. Ha, mana shunday. Odamlar havodan non tayyorlash haqida gapirishadi. Ushbu sanoat jarayonidan olingan o'g'itlar bilan bir xil yer uchastkasida fermerlar 4 barobar ko'p ekin yetishtirishga muvaffaq bo'lishgan va buning natijasida yer aholisi 4 barobar ko'paygan. Hayotingiz uchun Haber ixtirosidan qarzdor bo'lishingiz ham mumkin ehtimol. Yer bugungi kunda azotli o'g'itsiz holdagidan ko'ra 4 milliard ko'proq odamni qo'llab-quvvatlaydi. Darhaqiqat, tanangizdagi azot atomlarining taxminan 50% Haber jarayonidan kelib chiqqan. Ixtiro Fritz Haberni badavlat odamga aylantirgan. Uning lavozimini oshib, Berlindagi Kaiser Wilhelm nomidagi fizik kimyo institutining asoschi direktori bo'lgan. Shuningdek, u o'z davrining eng yaxshi olimlari, jumladan Max Planck, Max Born va Albert Einstein bilan do'stlashgan. 1914-yilda Einstein birinchi xotinidan ajrashganidan keyin Haberning uyida tunab ham qolgan. Ammo Haber shu qadar hurmatga sazovor bo'lsa, nega u Nobel mukofotini qo'lga kiritganida hamkasblari uni qo'llamagan? Hammasi Birinchi jahon urushida sodir bo'lgan voqealarga to'g'ri keladi. Urush boshlanganda Haber ixtiyoriy ravishda harbiy xizmatni o'tagan. Urushni qoralagan tinchlikparvar Einsteindan farqli o'laroq Haber vatanparvar edi. U o'z tajribasini o'z mamlakatiga yordam berish uchun ishlatmoqchi edi. Urushdan bir necha oy o'tgach, nemis armiyasida qurol kukuni va portlovchi moddalar tugaydi. Ammiakli selitra ajoyib o'g'it bo'lishdan tashqari portlovchi modda hamdir. 2020-yil avgust oyida Bayrutda nima sodir bo'lganiga qarang. Deyarli 3000 tonna ammiakli selitrasi bo'lgan ombor yonib ketgan va yuqori issiqlik ta'sirida o'g'it portlab ketgan. Yuzlab kilometr uzoqlikda eshitiladigan portlash oqibatida kamida 217 kishi halok bo'lgan. Minglab odamlar yaralangan. Seysmometrlar Richter shkalasi bo'yicha 3.3 balli sun'iy zilzilani qayd etgan. Bu o'g'it bilan bog'liq ko'plab portlashlardan bittasi xolos. Haber jarayoni birinchi marta amaliyotga tatbiq etilgan Oppao zavodi ham 1921-yilda portlaydi. Buning sababi azot. Biz allaqachon ko'rdikki, azotning uchlik bog'lamini buzish uchun juda katta energiya kerak bo'ladi. Ammo tanganing teskari tomoni shundaki, ikkita azot atomi birlashib, bu aloqani hosil qilganda juda katta miqdorda energiya ajralib chiqadi. Porох, trotil, nitroglitserin va ammoniy nitratning portlashi mahsulot sifatida ikki atomli azot gazini hosil qiladi. Va bu uch bog'lamning shakllanishi bu kimyoviy moddalarning portlovchi energiyasining katta qismini oladi. Haber portlovchi moddalar uchun nitrat hosil qilishda o'g'it uchun ammiak ishlab chiqarish jarayonidan foydalangan holda zavodlarni moslashtirishni yo'qlab chiqadi. Uning boshliqlari bunday konvertatsiyani imkonsiz deb hisoblashgan. Ammo Haber qat'iy turib bo'ladi va tez orada uning kimyoviy jarayoni nemis urush mashinasining markaziga aylanadi. Havodan non olishdan tortib, havodagi bombalargacha. Ammo Haber kimyo urushga yanada katta hissa qo'shishi mumkin deb o'yladi. 1914-yil dekabr oyida u kimyoviy qurol sinoviga guvoh bo'ladi. Unchalik ta'sirlanmaydi. Haber bundan ham yaxshiroq qila olishiga ishonardi. U past konsentratsiyalarda o'ta halokatli bo'lgan va havodan og'irroq gazni yaratishga kirishadi. Bunday gaz dushman xandaqlariga cho'kishi ko'zlangan. Kimyoviy qurol tashuvchi raketalar 1899-yilga Gaaga konvensiyasi bilan hech bo'lmaganda nazariy jihatdan taqiqlangan edi. Ammo amalda urush boshlanganidan keyin Germaniya, Fransiya va Britaniya kimyoviy qurol bilan tajriba o'tkazadi. Haber institut binosining o'ziga qarashli qismini kimyoviy qurollar laboratoriyasiga aylantiradi va bir necha oy ishlagandan so'ng xlor gazini olishga muvaffaq bo'ladi. Otto Xan ismli xodim yangi qurol haqida o'z salbiy fikrini bildiradi. Haber unga agar urush shu tarzda tezroq tugatilsa, son sanoqsiz insonlar hayoti saqlanib qolardi deydi.
22 aprel 18:00da shamol Gitlerga qarshi ittifoqchilar xandaqlari tomon esib, nemis qo'shinlari 5000 dan ortiq gaz ballonlaridan 168 tonna xlor chiqaradi. Gaz devori jang maydoni bo'ylab oldinga siljiydi. Xlor gazi havodan 2,5 barobar og'irroq bo'lganligi sababli u ittifoqchi askarlarning xandaqlariga cho'kkan. Gazdan nafas olgan har qanday askar dahshatli o'limga duchor bo'lgan. Xlor o'pkaning shirliq qavatini shunchalik qattiq shikastlaydiki, u suyuqlik bilan to'ladi. Askarlar quruqlikda cho'kib o'lishgan. Birinchi hujumda 5000 dan ortiq ittifoqchi askarlar shu tarzda halok bo'lgan. Xaber esa kapitan darajasiga ko'tarilgan. Va bir hafta o'tgach u Berlindagi uyiga qaytgan. 1-may kuni Xaberlar kechki ovqat ziyofatini uyushtirgan va ziyofat tugagach, Fritz uyqu chaqiruvchi tabletkalarni ichib uxlashga yotadi. Ammo o'sha kechasi uning xotini Klara qurol olib bog'ga chiqadi. Bu yerda ko'kragiga bitta o'q uzadi. Uning 12 yoshli o'g'li German o'q ovozini eshitib jonsiz yotgan onasini topish uchun tashqariga yuguradi. Ertasi kuni ertalab Fritz Xaber Rossiya armiyasiga gaz hujumini nazorat qilish uchun Sharqiy frontga boradigan poyezdda edi. Ba'zilar Klara erining kimyoviy qurolga berilib ketgani uchun o'zini o'ldirgan deb gumon qiladi. 1917-yil kelib institutda 1,5 kishi, shu jumladan 150 nafar olimlar ishlagan. Bu mini Manhattan loyihasiga o'xshardi, ammo kimyoviy qurollar uchun tashkil etilgandi. Birinchi jahon urushida jami 100,000 askar kimyoviy quroldan halok bo'lgan. Germaniya taslim bo'lgach, Xaber xonavayron bo'ladi. Uning ammiak patentidan topgan barcha pullari giperinflyatsiya tufayli yo'qoladi. Germaniyaning urushdagi qarzini to'lashga urinib, u dengiz suvidan oltin ajratib olishga harakat qiladi, ammo loyiha befoyda edi. Xaber yahudiy edi, lekin u hech qachon dinga amal qilmagan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, uning harbiy xizmati uni qonundan ozod qilgan. Lekin u institutda ishlagan barcha yahudiy olimlar bilan birdamlik uchun direktor lavozimidan iste'foga chiqqan. Keyingi yili Shveysariyaning Bazel shahridagi mehmonxona xonasida yurak to'xtashidan vafot etgan. Birinchi jahon urushidan keyin Xaber instituti sianid asosidagi insektitsidni ishlab chiqadi. U zo'rg'a seziladigan hidga ega edi. Shuning uchun odamlarni xavfdan ogohlantirish uchun ular yomon hidli kimyoviy moddani unga aralashtiradi. Olingan gaz Ziklon B deb nomlanadi. Xaber o'limidan 10 yil o'tgach, natsistlar kimyogarlardan yomon hidli komponentni olib tashlashni so'rashadi. Va Xaber institutida ishlab chiqarilgan Ziklon B ning bu shakli Holokostni sodir etish uchun ishlatiladi. Ushbu voqea haqida o'ylab, Xaberni yovuz odam yoki dunyoning yarmini oziqlantirish uchun ishlatiladigan jarayonni kashf etgan qahramon sifatida tasvirlash oson bo'lar edi. Ammo yana bir yonda shu. Uni kattaroq hikoyaga aloqasi yo'q deb hisoblash. Chunki usiz ham kimdir baribir havodan azotni qayta ishlash yo'lini o'ylab topgan bo'lardi. Va boshqa olimlar kimyoviy qurollarni ham ishlab chiqarardilar. So'nggi bir necha asrlar davomida fan va texnologiya hayotimizni beqiyos darajada yaxshiladi. Lekin ular bizga o'zimizni yo'q qilishning tobora ortib borayotgan turli usullarini ochdi. Menimcha, biz olimlardan faqat insoniyat uchun foydali bo'lgan muammolar ustida ishlashni so'rashimiz mumkinligiga ishonish juda yaxshi bo'lardi. Lekin haqiqat shundaki, har bir ma'lumot ikki qirrali qilichdir. Siz tadqiqotingiz natijasini yoki undan keyin qanday foydalanish mumkinligini bilmaysiz. Ammiakli selitr ham o'g'it, ham portlovchi moddadir. Shunday qilib, haqiqiy savol shundaki, biz o'zimizni va sayyoramizdagi hamma narsani yo'q qilmasdan, bilimlarimizni va tabiat olami ustidan nazoratimizni oshirishni qanday davom ettiramiz?